bo'lyapmisan? Ishlar bo'lyaptimi qaraysan? To'y bo'lyaptimi? Furqat hofizi qolib ketdi. Bitti kerak. Shayam yozilib qoldi. Laritu kuyib dushmanim. Men shu yoqqacha keldim Shahzoda saloniga. Sen bunaqa narsalarga erisha olmaysan. Men erishdim hamma narsaga. Men Allohga shukr qilaman. Xudo xolis undan ham ko'p pullarim bo'ladi. Ko'rasiz. Men bola o'g'risiman. Men bilan ketasan endi. 2 minutda kelay. Men bilan ketasan ekan. Yig'lasang ham bo'lmaydi ekan. O'g'il bolaga o'xshab qaltiramay tur. Ko'zimga qara faqat. 5 minutda kelaman. 5 minutda nech pul? 5 minutda necha pul deysan? 500 ming bormi uyda? Ma? Ha? Bir pechat. Uyindagilar bermasa-chi? Beradi. Nima deb olib chiqasan? Dada pul bering deyman. Nimaga deydi? 500 ming ko'p-ku deydi. Bizdan bera olading nima? Bola o'g'risi gap chiqaman deysanmi? Yo'q. Unda men sotib qo'ygan bo'laman. Uni demayman. Unda men sotib qo'ygan. Uni demayman. Nima deysan? Uni deyman. O'zimga 5 ming bering, lazer olaman deyman. Keyin sizga beraman. Ha, lazerni olmasdan menga berasan, ha? Xo'p. Uka, hozir 5 mingni olasan mendan. Lazer olib, kechqurun meni ko'zimga solasan, bo'ptimi? Bo'ptimi dedi. Solasan ko'zimga. Yo'q. Hazillashdim. Ketaver. Opa Olyapmi? Mana tosh otib urdi meni. Uyimga ichib kirib oldi meni. Rasimga bur. Meni avloding nima bo'lding? Yakta mashina. Opa, qo'yvoring opa. Ha? Kami bormi? Ha? Uyimga kelib. Suv, ob hayot. Suvni ta'mi muz bilan. Bolajonlar, kantin qoidalariga rioya qiling. Men seni oylarga bermayman. Bu qiz ashula aytganda, oting nima? Yaxshiroq javob ayting. Sevara. Sevara qashi. Seni xolamga chiqibdi men. Sevara. Ki ana ashula aytib bergan. Men seni oylarga. Keyin betdagilar ko'pchilik aytgan. Kanal ochsalar yana shunaqa videolar chiqarsizlar, zo'r bloger bo'lib ketadilar deb aytishibdi. Hilolapa nima degan bo'lardingiz bizning odamlar uchun? Ichingizda nima gaplaringiz bo'lsa? Meni qo'llab-quvvatlagan insonlarga kattadan katta hammasiga rahmat. Mana yaxshi insonlar ham ko'p ekan O'zbekistonda. Men oldin bu videoni adashib yuborib olgani, chiqarib olgani sabab rosa siqildim. Kasal ham bo'lib qoldim 3-4 kun. Birov erin tortib olmaganman yoki o'ynashib olmaganman. Chorlarga tegolmaganman. 2-xotin, 3-xotin, 4-chi, 5-xotin bo'lmaganman. Xudoga shukr. Va bu narsa bo'lmaydi. Kunlik daromadingiz o'rtacha hisobda qancha? Men o'g'irlik qilsam ko'proq. Men halol mehnat qilsam 150 ming. O'g'irlik ham qilib turasiz. Qilaman, ha. Qizlar yuragini o'g'irlayman, ha. Mardikorlar Qishloq tinchlik, sokin, asablaringiz dam oladi. Mazza. Sizlarmi endimi tushundingizmi? Nimaga? Ashunaqa ayting, tushundingizmi? Yo'q. Aytasiz. Bo'lmasa tuyganimda qochib ketaman. Qayoqqa? Hamma xolam ichida. Katta xolam ichida-da. Menda qaramay vafsha xapamizda. Boshlayap. O'zimga dadamam xafa qilmaydi. Kuzim deyapti, mashinat xola. Meni xafa qilyapsan. Nima qilib xafa qildim men? Ondan men kunasan. Yağlıyordu. Hı? Yatalak yağlıyordu. Nima qilaman? Bo'pti, ketdim, pastga tushamizmi? Pasta tushamizmi? Nima dey? Pasta tushamizmi? Kızım deyim, men yaşamaz. Nima dey? Pasta yaşamazsız ben ketmem. Çünkü kızım pasta şimdi.
Başta düştü mü? Kızım başta şimdi. Hakeme şunda katardı. Boli haydi. Kızım başka düşelim mi? Paypaqing qani? Paypaqing qani demi? Paypaq chiqarmadi. Ayting boli. Paypaqing qani? Onamda. Nima kiymading? Nimada chimading demi? Nima de? Kızım chimading nimacha ayting. Bolingde. Ayting boli. Ayting. Boning paypaqing. Cepti tejo. Cepti tejo onamcha. Gitti. Hazreti Davud aytgan. Hazreti Davud ilm istab kezdim bu jahonni. Ilm istab bu kezdim jahonni, ilmni farovon qildim. O'zbekistonni dunyoga teng qildim degan. O'zbekiston buyuk davlat. She'rchalarni o'zi qo'yibsiz-ku o'tirib. O'zbekiston buyuk davlat. O'zbekistonni alishmasman boshqa jahonga. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga.